Bolo hammaga salom. Bugun sizlar bilan avtomobil dvigatelini qaltirish, ya'ni detonatsiyasining sabablarini aytib o'taman. Avtomobil nima sababdan detonatsiya bilan ishlaydi? Avtomobilga qaltirab ishlashining sababi birinchidan injektorlar nima deydi? Qo'polga aytganda to'liq vaqtda normal ishlab bermaganligi sababli avtomobilda qo'zg'algan vaqtingizda qaltirab qolish sabablari bo'ladi. Bunda injektorlarimiz qanday bo'ladi? Vaqti bilan, masalan, birinchi silindrga sepib berayotgan paytida ikkinchi silindr ham birdaniga sepib yuborishi holatlari kuzatiladi. Ya'ni sepib qo'yishi, ko'cha tilida aytganimizda sepib qo'yadi. Masalan, ko'p miqdorda purka o'rganligi sababli avtomobilda nima deydi, yonilg'ini vaqtida normal yoqib bermaganligi sababli avtomobil qaltirab ishlab qoladi. Shu injektorlarni borib turib tozalatib o'rsak, mana shunday holat kuzatilmaydi. Ikkinchidan esa svecha provodalaridan bo'lishi mumkin. Svecha provodalarga masalan kontak yaxshi bormagan paytda ana shu motorimiz detonatsiya bilan ishlab qoladi. Ya'ni svechalarga yaxshi tok bormaydi. Svechalar keyin o'zi normal holatda ishlab bermaganligi sababli ana shu avtomobil qaltirab qolish holatlari kuzatiladi. Svechalarimizni ham vaqtida almashtirib olsak, avtomobil o'z quvvatini kerakli vaqtda namoyon qilib beradi. Masalan, оборотga ko'tarilgan paytda mana mashina qaltirab qoladi. Yo'nsa xohlagan оборотga yetib bera olmaydi. Ayniqsa svetofor to'xtab turganingizda, masalan, birdaniga qo'zg'alayotgan paytda mana shu mashina o'chib qolishi yoki qaltirab motor kapot qimirlab qolish holatlari kuzatiladi. Nima deydi? Keyin yarimta holat bo'ladi, texodachidan bo'ladi. Texodachi ana shu bir marta ochilib beradi. Sovuq paytda ayniqsa nima deydi, zabt bo'lishi ham qiyin bo'lib qoladi texodachi bo'lsa. Texodachi yaxshi ishlamaganligi sababli, ya'ni texodachida uchida mana shunaqa nima deydi? Klapan bo'ladi. O'sha klapan bir marta chiqadi, orqaga qaytmay qoladi. Aslida o'sha narsa bir marta chiqqandan keyin zaslonkani uchiga nima deydi? Tempda bo'lib turib, EBUdan, ya'ni elektron blokdan komanda kelgandan keyin o'sha komanda orqali o'zi nastroykasiga turish kerak bo'ladi va o'sha ichida klapan qotib qolganligi sababli o'sha qaytmay qoladi. Bir marta chiqadi, bo'ldi. To'xtab qoladi. O'sha holatda avtomashinaga yaxshi havo kirmaganligi sababli o'sha zaslonka orqali kelayotgan yoqilg'i, ya'ni yoqilg'i va havo aralashmasi to'liq bormaganligi sababli mashina qaltirab ishlab qolish holatlari kuzatiladi. Ikkinchidan zaslonka to'lib qolishi. Zaslonka to'lib qolgan holatlarda ham mana shu avtomashina qaltirab ishlab qoladi. Bunda nima qilish kerak? Zaslonkani olib borib turib, yaxshilab chestka qilib olsa, avtomashina o'zi normada ishlaydigan bo'ladi. Bundan qiziqarli videolarni o'tkazavermaslik uchun bizning Avtopower's kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosishni unutmanglar.